panelli uстановка qilinganini ko'ryapsizlarmi? Ko'pchilik joylarda yana bitta xatolardan bittasi panel qo'yilayotganda panellar orasini bir-biriga juda yaqin qo'yish bo'ladi. Bu nima oqibatlarga olib keladi? Bu panelimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu yerda soyasi ikkiga bo'linadi. Mana shu yerga soya tushadigan bo'lsa, mana shu past tarafi ishlamaydi. Bir-biriga yaqin bo'lsa, mana shu yerga polni soya beradi, ishlamay qoladi. Bu narsani oldin ham aytgandi u. Ko'pchilik bu xil, "Dudi ishlamaydi, ishlaydi" deydi. Bu narsani qanaqa tekshirib olishimiz mumkin o'zinglar uchun? Mana o'sha приложение kiramiz, ko'rishingiz mumkin mana shu yerdan. Panelning eng past qismidan, buni qaraymiz. Quyoshga nisbatan qanchalik bo'lyapti? Oldingizdagi qator yoki oldingizdagi bino, boshqa narsa shuni mana shu past qatoriga hozir hech narsa soya bermayotgan bo'lsa, mana qishni eng past nuqtasiga qo'yib turganimizda, o'sha effektivniy bo'ladi. Sredniy mana shuni oldidan bunga keyingi panelimizni chashtimizgacha 3 metr расстояние bo'ladi o'rta hisobda. Agar siz tomingiz tepaga uklon bo'ladigan bo'lsa, bu nisbatan uzunroq bo'lishi mumkin. Agar pastga bo'ladigan bo'lsa, bu narsa yaqinroq bo'lishi mumkin. Va panelingizni to'g'ri qo'yilganligini ko'rishimizga mana shu приложение o'zi ko'rishingiz mumkin. Bu yerda gradusni ko'rsatib qo'yadi. Sizda qaysi payt qanaqa bo'lyapti? Hozir kuz bo'lyapti. Kuzgi paytda bu qishi yozi o'rta qismi, chunki biz panelimizni gradusni o'zgartirib yurmaymiz. Hozirgi paytga to'g'rilaydigan bo'lsangiz, bu sizga eng optimalniy gradusni beradi. Mana shu panelimizdan qo'yib turib, quyoshga nisbatan qo'yganingizda necha gradus beryapti hozir mana shu yerda. Bizda hozir mana shu yerda hozir 42 gradus beryapti. Quyoshga nisbatan oladigan bo'lsa. Biz azizgincha hozir bu yerda nisbatan yoturib berganmiz. Mashinasi sizga ertaga effektivность yaxshi berishini ko'rsatadi shu narsanikini.